Nazar direktor, meni jiddiy chaqirtganingiz qaraganda biroq xush xabar bag'ishmamdi. Reyangul, siz bu yerda tursiz-ku, bu yerda nima ish qilasiz? Siz o'tiring boshda. Nazar direktor, men mo'yin bir xaridor bilan ko'rishmoqchidim. Agar mo'yin ish bo'lmay qolsa, men mengayveraymi? Qarasam yaqindan beri shirkatda xil aldirash o'xshaysizda. Ha, yaqindan bu yan shirkatning ishlari xeyli yaxshi bo'lib ketyapti. Shunga sal aldirash bo'lib qoldim. So'rab baqsam, sizlarning shirkatniki qonun vakili Rayangul bo'lamda? Shunda qonun vakili men nazar direktor. Ayni vaqt Odila menga necha qator shirkat qurma degandi, lekin innovativ masala bo'lgandan keyin quramagan. Menga yordam qilgan sinov nomida ichib turayli degandi. Men uni bilan necha yillik do'stligimizdan yuzon qilib shirkatga qonuniy vakil bo'lib bergandim. Hozir uning shirkatining nomida 200 ming ko'ydan ortiq qarz bor ekan. Bankida nazarman kunda to'xtamay telefon qilib qarz so'rayotdi. Shu hozir men Raslanbek amalsiz qoldim. Reyangul, bu degan ikkimizning o'tirsizlik ishlar nima boshqalar deb yurisiz? Men sizni izlab topolmagan tursam, telefon qilsam ya olmaysiz, ya undidarda javob qaytarmaysiz. Hozir men Raslanbek amalsiz qoldim. Siz ayni vaqtda qanday kafolatlarni bergandingiz? Sizga hech qanday og'irchilik etganmayman, foyda ziyon bilan sizning munosabatingiz yo'q degashga shirkatingiz qonuniy vakil bo'lishga ma'qul bo'lgandim. Shunga men hozir sizning nomingizdagi 200 ming ko'y qarzni qaytaray deb nazar direktorni izlab kelgandim. Har qancha qarz qaytardigan sho'sim nazar direktorning qishig'i nima ish qilasiz? Qasdan meni osal ahvolga tushirib qo'ymoqchimidingiz? Men sizga hozircha rost gapni qilaveray. Men bu pulni bir turga mablag' silib aytgandim danga. Bu pulni qanday qaytaraman deb mening beshim qetib yuriydi. Sizning demoqchi o'g'lingiz o pulni qaytarmayman demoqchimi? O pulni qaytarmasangiz mening inovatim ta'sir yetkazmaysiz. Qanday bo'lmasa men bir aniqroq tushunchani berishingiz kerak-da. Elim nazar direktor bo'lib qopti-ku. Bo'lmasa men qanday qilishimni bilmay qoldim. Ha, undaq bo'lsa nazar direktordan qarz so'ramoqchimi? Nazar direktorning xeyli qolayligi bor. Onchilik pulni-chu sizga berib tura oladi. Men eglik tiklayapman, bu pulni ishlatadigan ya intayin jiq. Mening ko'zimga kirishib olsangiz baribir foydasi yo'q. Bu pulni siz olgan bo'lgandan keyin albatta qarzini o'zingiz qaytarishingiz kerak-da. Reyangul, bo'ldi qilamsiz yo'qmi? Agar meni qistab menga yuzsizlik qildigan ishingiz bo'lsa, ikkimizning munosabatimiz nishiyatli oxirlashguncha bo'ldi. Adila, sizga bir xush xabar yetkazadigandim. Nima xush xabar nazar direktor? Bu 20 ming ko'ndinglar. Bu men sizga rahmat aytqanim bo'lib qolsin. Rahmat aytqanim bo'lsin. Nima ishga menga rahmat aytasiz? Sizningki shirkatingizning qonun vakili Rayangul emasmi? Rayangulga jiddiy pul lozim ekan-da. Shunga men chiq o'ylanib, ham bu shirkatning taraqqiyotiga ham ko'zim yetdi. Shunga shirkatni Rayanguldan sotib oldim. Necha yildan beri sizmi bu shirkatga oz ajr qilmoqsiz. Shunga bu 20 ming pul sizga rahmat aytqanim bo'lib qolsin. Rahmat sizga. Nima ishga undaq qilasiz? Shirkatni men qurgan tursam, hajab shirkatni sotib o'tibsiz-a? Adila, bu siz shirkat qurgan bilan qonuniy vakili Rayangul tursa, uning ustiga siz bankdan olgan qarzlar bo'lsin yoki boshqa rasmiyatlar bo'lsin, hammasi mush Rayangulning nomida bo'libdi. Bu shirkatni sotitish o'zining huquqida. Men Rayangul bilan to'xtamni qilib qoldim qaram. Birdan keyin men bir odam tayinlab ekanda bu shirkatga bir mas'ul xodimdan birini o'rnashtirman. Uning ustiga siz olgan qarzmi bu Rayangulning qarzi tursa, u qarzni qaytarib so'maydi qaram. Aras, birdan keyin mana shirkatni o'tkazilish ishlar bilan bo'lmas. Sizga bir eskartish bo'lsin, shirkatdagi hech qanday bir narsani akasini bo'lmaydi. Hatto shirkatdagi bir tal qog'ozmi azob qilishga qat'iy bo'lmaydi, juma. Nazar direktor bundaq qilaylik-ku. Men qarzlarni hammani vaqtida to'liq qaytarar, shirkatimni men qaytarib bering-a. Reyangul, ikkimiz yaqin do'st bo'lgandan keyin nazar direktorga bir mening yaxshi gapimni qilib qo'ying-a. Adila, siz eng qiyinchilik qolgan vaqtingizda sizga yordam bergan odamni hargiz pushaymon qildirotmang. Ularni qiynamang, qarang. Siz qiyinchilikda qolgan vaqtida sizga yordam qiladigan odam 10 mingning orasida birisi chiqadi yoki chiqmaydi. Rayangul sizga yordam qildi. Siz bu yoqning ko'nglini ranjitib, bu yoqning ishonchidan qoldingiz degan gap, demak sizning buningdan keyingi mangmoqchi bo'lgan shu yo'lingizni o'zingiz to'sib qo'ydingiz degan gap. Rayangul, esingiz olsun. Siz boshqalarga yordam qilgan, ham shu yordamingizga bir minnatdorlik tuyg'usi yo'q odamlardan yiroq turing. Chunki ular
siz bilan bir niyat, bir maqsad emas. Siz boshqalarga manqitim yaxshilik qilib, kichikkin bir xatolik tuzib qo'ysangiz, sizning burun qilgan barliq yaxshiligingizni unutib, mushu bir xatoligingizni o'zingiz soladi. Ular sizdan yuz o'rgandan keyin qandaqdir siz qilgan shu yaxshilikqa minnatdor bo'lishda uyoq tursin. Sizni mangu tuvan o'rinda ko'rdim. Ham sizning bu yaxshiliklaringizni to'liq unutib ketadi. Esingizda bo'lsin, bundan keyingi hayotingizda bir odamning nomida hargiz shirkatning qonuniy vakili bo'lib qolsa bo'lmaydi. Yoki boshqalarga sizning nomingizda ish bajarib bersiz bo'lmaydi. Mayli bank kartasi bo'lsin, mayli telefon kartalari bo'lsin, mayli mashundaq bir mas'uliyat qiladigan har qanday bir chiqib tursangiz, o'zingizning ishingizni o'zingiz qilishingiz kerak. Siz oq ko'ngillik bilan, yaxshi ko'ngilingizdan boshqalarga nima bo'lib qaytingiz yoki boshqalarga qonuniy vakil bo'lib qaytingiz yoki boshqalarga sizning nomingizni bir narsa bitib qaytingiz. Oxirgi mas'uliyat siznikidir desangiz bo'lsin. Bekor ko'rmalar. Mening bayatdan degan gapim to'g'ri bo'ldimi, xato bo'ldimi? Boshqalarga yaxshi ko'nglingiz bilan qonuniy vakil bo'lib qaytingiz, oxirisida bu qarzni to'laydigan vaqt kelganda to'lasangiz, shirkatning egisi emas, balki sizning shu oq ko'ngilligingiz sizga bir balo bo'lib qolishi mumkin. Mening bu hayotda degan gapim to'g'ri bo'ldimi, xato bo'ldimi? Gapingiz to'g'ri deguncha bir tal yaxshi ko'rganlarni buzib inkoslarni qilinglar. O'zimizdan quvvat qarshimizdagi to'g'ri yoki xato ekanligini bilib olaylik. Rahmat sizlarga.